Biz doimiy ishlatib kelayotgan quloqchinlar qachon paydo bo'lgan? Ilk quloqchinlar 1891-yilda ishlab chiqarilgan. Bu quloqchinlarni o'sha davrning mashhur olimi Amos Mercader o'ylab topgan. Bu quloqchinlar faqatgina telefon operatorlari uchun ishlab chiqarilgan edi. 1910-yilda esa Nathaniel Baldwin birinchi elektr quloqchinlarni yaratdi. Bu quloqchinlar havo kuchlariga aloqa uchun yaratilgandi. U juda katta bo'lgan, og'ir va simli edi. 1958-yillarga kelib esa faqatgina musiqa uchun quloqchilar chiqa boshladi. Bu quloqchilar stereo tovushlarni birinchi bo'lib taqdim etdi. 1979-yilda Walkman deb nomlangan lentali audio kasetalarni o'qiydigan player hamda unga quloqchilar ishlab chiqara boshladi. 1980-yillarga kelib esa Sony kompaniyasi Walkman uchun yana ham takomillashgan quloqchilarni ishlab chiqara boshladi. 2000-yillarga kelib esa telefonlar bilan birgalikda simli quloqchilar ham ommalasha boshladi. 2016-yilga kelib esa Apple kompaniyasi barchamiz sevib ishlatadigan AirPods'larni ommaga taqdim etdi. Shu va shunga o'xshash kontentlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.